Qo'qonda Humoyun To'xtamurodov uyga keldim, hozir mana Humoyun! Humoyun, bitta va'dasi bor, shuni bajartirmaguncha ketmayman hozir men. Hormay, bormisiz? Iye, mazgi. Sizmisiz? Yaxshimi? Charchamayapsizmi? Muhim ish bilan keldim siz oldingizga. Mana shuni taqib qo'ying, qarshi emasmisiz? Bilmayman. Bitta va'dangiz bor, esingizmi? Qaysi va'dam? Mana uni ko'ring. Mana, uni ko'ring. 200 mingta layk yig'sa. Ha. Hop, mana shuni qo'yib yuboraman. Esladingizmi? Ha, 220 mingta bo'lib ketdi-yu, lekin bu BMW o'ynamaymizmi? Obunachilar meni uxlatmayapti-yu. Bitta gap aytaymi sizga? Hop. Menda gapirilgan gap otilgan o'q hisoblanadi. Hop. Mana sizga BMW. Bo'ldi, o'ynab yuboramiz shuni. Bemalol. Qani kelinchi menga bo'lsam, bo'ldi bo'lsa, sizlar uchun men Humoyun To'xtamurodovni ko'ndiryapman. Mana shu BMWni sizlar uchun o'ynab yuboramiz. Tez kunda o'ynab yuboramiz. Xalq bizni qo'llab-quvvatlaydi-yu. Hop. Nimaga biz ularga o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani bermasligimiz kerak? Beramiz kanish. Bo'ldi. Faqat banglar tashashsin-da, shuni ko'raylik. Yo, mana banglat tashlaydi, qarab turinglar mana. O'tgan safar 200 mingta layk deydi, 200 mingtadan oshirib yubordinglar. Mana 24 soat ichida 100 mingta layk yoki 100 mingta komment qilsa, shuni o'ynab yuboramizmi? Lavizmi mana? 100 mingta kommentni lekin 5-6 soatda urib qo'yadi bu odamlar. Bo'laveradimi? Mayli, yoki layk yoki kommentariya. Bo'ldi, Nima desa shu? Bo'ldi. Kommentariyaga borni to'ldirib tashlaylar, bitta ko'rsinlar. Bo'ldi. Qachon boshlaymiz? Hozir to'ldirsa hozir boshlaymiz. Menda gap. Bo'ldi? Da. Voy, BMW kabriolet sizlarni kutyapti. Men sizlar tomondan sizlar uchun ko'ndiryapman. Bitta aktiv ko'rsatib beringlar. Bo'ldi. O'ynayveramiz. Laza ketdi. Olg'a.